Pirimqul Qodirov qalamiga mansub Yulduzli tunlar romani shoh va shoir Bobur hayoti yo'lini yoritib bergan asarlar ichida eng ishonchli, his-tuyg'ularga boy va rang-barang voqealar tizgini bilan ajralib turadi. Asarda 16-asrning eng chigal davrlari haqida hikoya qilinadi. Amir Temurdan meros bo'lib qolgan ulkan mamlakat avlodlar o'rtasida talash bo'lib, bir zamonlar dunyoga dong taratgan sulola endi o'zini o'zi ichidan yemirar edi. Bobur mana shunday o'ta chigal va tahlikali davrda otasining tasodifiy o'limi sabab siyosiy maydonga kirib keladi. Roman yozib tugatilgach, oradan 6 yil o'tib, 1978-yil nashrdan chiqdi. 1981-yilda O'zbekiston davlat mukofotiga sazovor bo'ldi. Asar mazmun jihatidan 2 qismga bo'lingan. Birinchi qism Boburning taxtga o'tirish voqealaridan toki ota yurtini va Samarqandni butunlay tashlab chiqib ketishgacha hikoya qilsa, ikkinchi qismda darbadarlik yillari va uning ortidan vatandan ayrilib, uzoq Hindiston tomon yo'l olishi, Boburiylar sulolasiga asos solishi hamda Hind daryosidagi oxirgi nafasigacha bo'lgan hayot yo'li haqida so'z yuritilgan. Asar o'zbek adabiyotining eng sara tarixiy romanlari sirasiga kiradi. Unda Movaronahdek ulkan saltanatning parchalanib ketishi, Temuriylar sulolasining inqirozi, hokimiyatga erishish ilinjida taxt talashib, bir-birlariga qilich ko'targan og'a-ini, tog'a-jiyanlarning fojiaviy qismati aks ettirilgan. Roman voqealari orqali o'quvchi tarixda Temuriylar o'rtasidagi nizolar, fitna, fisq va fasod tufayli yuzaga kelgan qonli urushlar, ayovsiz xunrezliklar oqibatida behad qonxo'r beklar zulmidan sillasi butkul qurigan xalqning g'oyat nochor ahvoli va uyushqoqlikdan bexabar Temuriylarni Shayboniyxon qanchalar oson mahv etgani qalamga olinadi. Pirimqul Qodirov o'z asari orqali nafaqat Bobur, balki butun xalqning o'sha davrdagi taqdiri, insonlarning chin qiyofasini ochib berishga harakat qiladi. Asarda chinakam sodda xalqimiz qiyofasi Tohir, keyinchalik Tohir Oftobachi, Fazliddin Me'mor kabi obrazlar orqali ochib beriladi. Asar davomida Bobur obrazi bosqichma-bosqich yuksalib boradi. Asar faqatgina Bobur hayotiga bag'ishlanmay, balki oddiy qora xalqning kechmishlarini ham tasvirlab bera olgan. Shuni hisobga olib, asar quvalik oddiy dehqon farzandi bo'lgan Tohir va Robiyaning sevgi qissasi bilan boshlanadi. Tohir bostirib kelayotgan yov zulmidan xalqini, ota-onasini, qallig'ini qutqarmoq uchun ne beklar eplay olmagan ishga qo'l uradi. Shaharga kirish yo'li bo'lgan Quvasoy ko'prigini bir necha yigitlar bilan aralab tashlashadi. Ertasi kun bu voqeadan bexabar dushman askarlari ko'prikdan o'tayotganda ko'prik og'irlikni ko'tara olmay qulab tushadi. Ancha talofat ko'rgan dushman sulh taklif qilib chekinadi. Asar mana shunday qahramonlik ruhi bilan boshlanadi. Keyingi voqealar Boburning taxtga o'tirish sahnasida davom etadi. 1994-yil Axsi. Ramazon oyi yozning saratoniga to'g'ri kelgan. Tong otgach necha kunlardan beri Marg'ilon xabarini betoqat bo'lib kutayotgan Umarshayx Mirzo endi qanotli elchilari kabutarlaridan xat yo'llash uchun jar ustida xilab-pishiq qilib qurilgan kabutarxonaga chiqadi. Tasodifiy ajal Mirzoni kutib turgandek, uni shu topda o'z domiga tortadi. Umarshayx Mirzo jardan qulab halok bo'ladi. Shu voqea ortidan taxt vorisi 12 yoshni endi qarshilagan Bobur otasi bilan birga beg'ubor va betashvish hayoti bilan butunlay vidolashadi. Sohibqirondan so'ng u tuzgan davlat parchalana boshladi. Temuriyzodalar o'rtasidagi taxt uchun kurash buning ustiga duppi tor kelib qolsa, chigirtkadek u yoqdan bu yoqqa beqaror sakrab yuruvchi, biz bo'lmasak qo'lingdan nima ham kelardi degan istehzo bilan itoatsizlik qilguvchi beklarning xiyonatlari ortidan oxiri ko'rinmaydigan notinch zamon oddiy xalq boshiga juda og'ir kulfatlar yog'dirardi. Hech bir shahzoda og'a-inisi bilan birlashib, yurtni qayta tiklashni, Movarounnahrni gullab yashashiga hissa qo'shishni istamasdi. Bunday og'riqli jihatlar yosh Boburga ham bir necha bor pand beradi. Andijon shohi sifatida poytaxt Samarqandni o'z qo'liga olish maqsadida qilgan ilk yurishi Bobur uchun muvaffaqiyatsiz bo'ladi. Ammo ikkinchi marta 7 oylik qamalidan so'ng Bobur Samarqandga Amir Temur tuzgan davlat poytaxtiga ilk bor qadam qo'yadi. Shahardagi endigina boshlangan og'zuda hayotni Andijonda bo'layotgan voqealar yana to'zg'itib yuboradi. Andijon Boburning onasi boshqa ukasi Jahongir Mirzo qo'liga o'tgan ushbu sahnada Xonzoda begim jasorat ko'rsatadi. Bobur Samarqandda hayot va o'lim orasida behush bo'lib yotgan paytida bundan xabar topgan Andijon qal'a himoyachilarining bir qismi fitnachilar tomoniga o'tib ketadi.
Aynan shu paytda Andijonga yov bostirib kelayotganini ko'rgan Xonzoda begim erkakcha to'n va bo'rk kiyib, beliga kamar bog'lab, xanjar osib, hayot mamotlari qil ustida turgan qal'a himoyachilariga ko'makka boradi. Bu harakati bilan u hatto ko'p yigitlarning qo'lidan kelmaydigan qahramonlikka qo'l urib, oz sonli jangchilar bilan qal'ani himoya qilishga urinadi. Lekin Ahmad Tanbal boshchiligida ko'tarilgan qo'zg'olon natijasida taxtga Boburning ukasi Jahongir Mirzoni o'tkazishadi. Bu xabarni eshitgan Bobur Samarqandni tashlab chiqib, Andijonga yo'l oladi. Ammo aldamchi taqdir uning boshiga og'ir kunlarni soladi. Samarqand qo'ldan ketadi. Bobur O'sh shahrida 1 yildan ortiq muddatda yashaydi. Shu orada Andijonda Ahmad Tanbalning qo'lida qo'g'irchoq bo'lgan Jahongir Mirzo hokimiyatidan bezgan xalq Boburni qayta shoh bo'lishini istashadi va birin-ketin barcha shahar darvozalarini ochib beradilar. Qayta hokimiyat boshiga kelgach, Bobur yana Samarqand tomon yurish qiladi. Chunki bu vaqtda Timuriy zodalarga qarshi chiqib, Shayboniyxon Samarqandga ko'z tikayotgan edi. Bu safar Bobur qamalsiz, nomiga munosib g'alaba bilan Samarqandni yana egallaydi. Bu zafar sharafiga yangi tug'ilgan qizalog'iga Faxriniso deb ism qo'yishadi. 5 oylik Shayboniyxonning qamali sabab ochlikdan jon bergan Faxrinisoni tuproqqa qo'yarkan, Bobur shu g'alaba nishonasi bilan birga barcha erishgan muvaffaqiyatlari ustiga tuproq tortadi. U shaharni tashlab chiqishga majbur bo'ladi. Shayboniyxondan kelgan maktubda aytilgan sulh shartlariga binoan Boburning opasi Xonzoda begim Shayboniyxonning nikohiga o'tishga majbur bo'ladi. Bobur mana shunday mag'lubiyat bilan Samarqandni butunlay tark etadi. Asar davomida Xonzoda begim tomonidan ko'rsatilgan ko'plab qahramonliklarga duch kelishimiz mumkin. Yuqorida aytib o'tilgan holatda ham Xonzoda begim o'z inisi uchun o'zini dushman qo'liga topshirishga rozi bo'lgani uning Timuriy xonimlarga xos jasorat va matonatini ochib beradi. Yulduzli tunlar asari bunday qahramonliklarga juda boy asardir. Lekin ulardan eng ta'sirli qahramonlik Xonzoda begim va Shayboniyxonning o'g'li bo'lgan Xurramshoh tomonidan ko'rsatilgan bo'lib, hali unga ham kirmasdan tog'asi Bobur uchun o'z jonini xatarga qo'yib jangga kiradi va bir daydi o'q tufayli vafot etadi. Timuriylar birlasha olmay Shayboniyxon ularni ayoqsiz qirib tashladi. Shayboniyxon butun Movarra-un-Nahr va Xorosonni egallab, yangi sulolaga asos solmoqchi bo'ldi. Xorosondan so'ng Eron, so'ngra Makka-yu Madinani egallab, xalifa-i zamon nomiga munosib shoh bo'lishni istagan bo'lsa-da, uning bu orzularini Xusravshoh chilparchin qildi. Shayboniyxon Xusravshoh qo'lida o'lim topdi. Bobur esa Xusravshoh bilan ittifoqdosh bo'lib, o'z yurtiga qaytmoqchi edi. Ammo uning oldida bir to'siq paydo bo'ldi. Eron yurti Shia mazhabiga e'tiqod qilar edi. Bobur Shia mazhabining 12 imomini tan olsagina, uning uchun Samarqandga yo'l ochilar edi. Lekin Bobur umri davomida bunday qaltis vaziyatlarga ko'p bora duch kelgan va doim tarozining 2 pallasini teng ushlashga intilgan. U hamisha o'z diniy e'tiqodini e'zozlab, mashoyixlarga izzat ikrom ko'rsatsa ham, ularni siyosatga aralashishga imkon bermasdi. Garchi Bobur hamisha komiliy taqvoga erishishga intilsa-da, mazhabiy nizolarga u qadar moyil emasdi. Bobur Samarqandga boshqa qayta olmasa ham, otasidan meros mamlakatning g'arbiy viloyatlarini birlashtira oldi. Keyinchalik Hind diyoriga o'zi bilan birga 3 asr davom etgan tinch hayot nafasini olib kira oldi. Bobur Hind yerlariga egalik qilarkan, podshoh bo'lishning shon-shavkati bilan bir qatorda adadsiz pushaymonlarni, istiroblarni, xatolig'u yuzu qaroliqlarni boshidan kechirgan, vatan sog'inchi bilan o'rtangan. Asar mutolasi davomida butun umr vatan ishqida yonib, sog'inch bilan o'rtanib, jonimdan o'zga yori vafodor topmadim, deya istirob chekkan bobokalonimiz dardi mutolaa ta'sirchanligini yanada oshiradi. Roman Bobur siymosini tarixiy haqiqatga mos, badiiy jihatdan jozibali tasvirlashi bilan e'tiborli. Humoyun og'ir betob bo'lib yotganida Bobur farzandiga shunday deydi: "Sening betoqatligingga men toqat keltiray. Sening shu og'ir dardingni Xudo sendan olib menga bersin." Bobur umumiy jimlikda Humoyunning boshidan 3 marta aylandi-yu, "Ey Parvardigor" deb iltijo qildi. "Menki Boburmen. Agar jon berish mumkin bo'lsa, umru jonimni Humoyunga qurbon qildim. Azroil mening jonimni olsin-u, Xudo Humoyunga shifo bersin." Manbalar bu voqea haqiqatan tarixda ro'y berganini tasdiqlaydi.
Humoyun ko'p o'tmay tuzaladi. Boburning vafoti ham shu voqealardan keyin sodir bo'ladi. Roman ham Boburning vafoti bilan yakunlanadi. Jahon tarixi, xususan O'rta Osiyo va Hindiston tarixida o'chmas iz qoldirgan, markazlashgan davlat tuzib ko'pdan ko'p xalqlarni qirg'in-barot urushlardan saqlab qolgan murakkab qismatli podshoh, ne jangu jadallarda mahorat va jasorat ko'rsatgan sarkarda, she'rlaridagi har bir satrda o'z ichki dunyosi, dono porloq qiyofasi porlab turgan buyuk shoir, har bir so'zidan tarix nafasi keluvchi Boburnoma muallifi hamda dilbar tabiat siymosi bu darajada haqqoniy, teran, gavdalantirilgan roman shu vaqtgacha o'zbek adabiyotida ham, jahon adabiyotida ham yaratilmagan edi. 80-yillarda Yulduzli tunlar romanining mantiqiy davomi, Boburning o'g'li Humoyun va nabirasi Akbarning hayot yo'llarini hikoya qiluvchi Avlodlar davoni romanida ham tarixiy haqiqatlarga tayangan badiiy voqelik butun go'zalligi bilan adabiyot maydoniga kirib kelgan. Yulduzli tunlar dunyoning bir nechta tiliga, jumladan rus, qoraqalpoq, qirg'iz, qozoq, urdu, turkman, hind hamda bengal tillariga tarjima qilingan. Ushbu kitobdagi bobo kalonimiz Zahiriddin Muhammad Bobur hayotlari haqidagi ba'zi parchalarni keltirishga harakat qildik. Ushbu videoyimizdan foyda olgan bo'lsangiz maqsadimizga erishgan bo'lamiz. Kitobdagi qiziq va ibratli voqealar, tarixiy faktlar bilan yaqindan tanishish uchun kitobning o'zini o'qib chiqishingizni tavsiya etamiz. Ushbu ilmni siz uchun ulashdik. Yana boshqa kitoblar mazmunlarini xabarini bilib borish uchun 10 daqiqa kanalimizga obuna bo'lib, ushbu ilmni do'stlaringizga ulashing. Yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Bu esa videoyimizning ko'pchilikka tavsiya qilinishiga yordam beradi. Yana qanday kitoblar haqida chiqarishimizni xohlasangiz, izohlarda yozib qoldiring.